Minecraft, lekin siz oddiy one blockdan zerikkan bo'lsangiz, bu именно shu one block siz uchun. Chunki bu oddiy one block emas, bu sujetni, ya'ni qanaqadir qiziqroq voqealarga boy bo'lgan one block. Hozir ko'rasizlar. Birinchi navbatda biz lucky block sindirishimiz kerak. Mana ko'rayotganlar deb boshidan ushib bizga mashqa narsalar tushyapti. Bu degani hali video davomida nima bo'lishini sizlar ham men ham bilmayman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib kanalga obuna bo'linglar. Men mana bu narsalarni otib olishim kerak, hozircha kerak emas. Bu narsalar bizga anchagina kerak bo'ladi. Sizlarga bitta narsani aytmoqchiman, bu one blockda даже samolyot или mashinalargacha ham bor. Kompyuter deysizlarmi, boshqa narsa hammasi bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar nimalar borligini. Ungacha sizlar просто tomosha qilishingiz kerak. Nima balolar bo'ldi? Buni ichida bizga oltin olmas kerak. Ozgina bulari kerak va bunisini olamiz. Bulari menimcha kerak emas, lekin bular menga вообще kerak emas-da. O'shaning uchun ham bularni musorga tashlab yuborish kerak. Hozir qanaqa tashlashni o'ylab ko'ramiz. Mana bunaqa qilsak, o'zimga tushib qolmasa zo'r bo'lardi bular. Musorga tashlab yuborish kerak, chunki ortiqcha joy egallaydi. Tashlaguncha ham anchagina vaqt ketib qoladi. Mayli, majburmiz endi olib buni ochish kerak musorga. Bu tursin, narsalarni solib qo'ysak bo'ladi. Va bu kerak emas, men bilan ham otib o'rsa bo'ladi menimcha. Buni otib bo'lmas ekan. Bu mayli turib turaversin. Xo'p, buni bo'tga qo'yamiz, bularni otib yoramiz. Bu ham kerak emas menga, menga ham kerak emas. Buni boshiga qo'ysak, mana buni bu yoqqa. Bitta blok bor ekan bizda ortiqcha, yaxshi blok qo'yib qo'yamiz. Mana bu tomonga qo'ysak, yaxshi bo'ldi. Endi nima bo'ldi hozir? Tushunmay qoldim. Ustida paydo bo'lib qolmam. Mayli, qazishda davom etamiz. Menga bitta kirk yetmayapti, tapor. Taporim bo'lganda o'zim bilardim nima qilishi. Menga eng yoqqan tarafidan bittasi, hozir biz bu yerda moblarni o'ldirsak, moblar pastga tushib ketib qolmas ekan ursa. Shu mashi joyda qimillamay turar ekan bizga o'xshab. Yaxshi. O'sha tomoni yoqdi menga. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa videolar pashti hech kimning kanalida chiqmaydi. Mash kanalda chiqadi, o'shaning uchun ham kuzatishda davom etinglar va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, bu ham bizga kerak bo'ladi. Mana bu chirigan nima kerak? To'g'risini aytsam bilmayman. Mayli, sanduqni olib qo'yamiz, bir chekkaga qo'yib qo'yamiz. Mana ko'rayotganinglardek hayvon turibdi, boshqa joyga ketib qolmayapti va lutlari ham o'zimga tushyapti. Hech qayerga ketib bo'lgani yo'q. Yaxshi, bizda уже bloklar. Ahamiyat bermaysizlar, endi anqayib tushib ketibman. Xo'p, nima bo'ldi hozir? Tushunmay qoldim. Bo'ldi, chiqamiz. Va biz hozir boshqa yerlarga sayohat qilsak ham bo'ladi. Sayohat qilish uchun ozgina daraxtlar, shunga o'xshash bloklar yig'ib olishimiz kerak. Eng yaqin joy qat bizga. Ana chiroyli ko'rinyapti. Davay o'sha tomonga boramiz. Lucky bloklarni olsak, lucky bloklardan bizga yana nimadirlar tushishi mumkin-da. O'shaning uchun ham hozir borishimiz kerak. Balki samolyot tushib qolar. Samolyot tushib qolsa, bu degani biz boshqa orollarga ham o'tsak bo'ladi degani, uchib. Hech qanaqa bloklar ishlatmasdan boshqa orollarga prям uchib borsak bo'ladi degani. Yaxshi, olishda davom etamiz. Ustida paydo bo'lib qolish yomon ekan-ku. Mayli, amallaymiz hozircha ko'proq daraxt tushursin. Men hozir bitta tapor yasab olishim kerak. Menimcha tapor yo'q menda. Xo'p, buni tepaga qo'yamiz. Oddiy tapor yasamaymiz, almazniy tapor yasab olamiz va u almazniy tapor bizga ancha yil xizmat qiladi. Xo'p, ikkita cho'p, mayli bitta, yo'q, yana bitta yasab olamiz. Bo'ldi. 8 ta va buni bu yoqqa qo'ysak, menimcha buzilib yo nimadir bo'lib ketmaydi. Bo'ldi. Tapor oldik. Endi sindirishda, ya'ni mining qilishda davom etamiz. O'ldiramiz buni va bizga qilich tushdi. Yaxshi qilich kerak. Chunki Mamit ko'rinmayapti menga, qani. Opa, bot ko'rinsa, buni botga tashlaymiz. Musorga tashlaymiz, mana Mamitga. Buni otib yoramiz. Mana tashash esimdan chiqib qopti men bilani. Xo'p, qani edi yana musor, mana bu, chunki bizda ovqat bor. Bu narsa bizga umuman kerak emas. Mayli, bularni ham otib yoramiz. Hozircha kerak emas. Va menimcha bo'ldi. Ortiqcha narsani o'zi yo'q. Mana bu. Buni tashlab yorsak, bularni botga qo'yib qo'ysak, bo'ldi. Hamma narsa joyida. Dalcha yana sindirishda davom etamiz. Ustida turib ham. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki bu kanal o'sishida katta yordam beradi. Kanal rivojlanishi uchun sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Obuna bo'lmasanglar, bu kanalni yo'qotib qo'yishinglar mumkin. Bu kanalda zo'r videolar chiqadi. O'shaning uchun ham hozir o'zida obunani bosib qo'yaverasizlar. Opa. Buni ham buzamiz. Opa. Menda hamma resurslar bor. Tez buzsak bo'ladi, lekin inventarim уже to'lib qopti. Voy! Birpasda to'lib ketganini qaranglar. Biz daraxtlarni maydalashimiz kerak. Mana bu narsalarni tashlab yuborishimiz kerak musorga.
Hop, bular umuman foydasi yo'q bu narsalarni. Va daraxtni maydalashda davom etamiz. Daraxtlarim вообще ko'payib ketibdi. Просто faqat daraxt tashyapti. Bilmayman onasini ham. Yaxshi. Buni oldik. Buni ham qo'ydik. Mana buni tashlayveramiz, kerak emas. Kelinglar men bilan o'rnatib olsak yaxshi bo'lardi. Anchagina joy ochilardi. Ну, davay yerga qo'yib tashlayveramiz. Men nima daraxt ishlatdim hozir? Oppa, bo'ldi. Men buni qo'ymoqchi edim o'zi. Daraxt ishlataverman bilmasdan. Buni bu yoqqa qo'yamiz, buni bu yoqqa. Bo'ldi, mana shunday narsalarni taxlayveramiz. Bizda 3 ta mana daraxt bor ekan. Yaxshi, bizda anchagina daraxt chiqib qolar ekan. Biza menimcha Lucky Blockgacha yetib borsak bo'ladi. Buni ham bundoq qilsak. Bo'ldi. Menimcha yetib qolar shu. Oppa, buni ham qo'yaveramiz. Davay, let's go. Sizlar videoga like bosgan bo'lsanglar, obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. Boshqa narsa uncha shart emas. Kommentariyaga yozinglar. Sizlarga shunaqa sujetniy van bloklar yoqadimi yo'qmi? Hozir hali hammasi oldinda, video endi boshlanyapti. Nima deydi? Eng qiziq joylari endi kelyapti, chunki biz hali Lucky Blockga yetib bormadik. Lucky Blockga yetib borgandan keyin eng qiziq narsalar chiqadi. Samolyot, vertolyot. Hozir nima deb o'ylaysizlar? O'shanaqa mashinalardan birinchi bo'lib nima chiqadi? Kommentariyaga yozinglar. Samolyot chiqadimi, vertolyot yoki mashina yoki skuter? Taxmin qilinglar va kommentariyaga yozinglar. Men o'qib chiqishga harakat qilaman. Xo'p, ko'ramiz. Meni taniganlar ham kommentariyaga yozinglar. Men kimman? Let's go. Chunki bu kanal egasi boshqa va qani menga bu narsalar muhim emas. Menga eng muhimi hozir samolyot yoki vertolyot. Qani ular tushadimi yo'qmi? Tushmadi hozircha. Qani bunda ham bor. Qanaqadir gul tushdi. Ko'ryapsizlar, liboy narsa tushishi mumkin. Lucky Blocklardan. Hech kim garantiya bermaydi. U narsa tushadi yoki bu narsa tushadi deb. Liboy narsa tushib qolishi mumkin. Xo'p. Qani qiziq narsalar tushadi degan umiddaman. Va bu qanaqa stolmi? Nima balo bu? Inventarimga tushib qoldi. Nimayli, xo'p, ishlatsak bo'ladi. Ham qanaqa bu? Vardenni bolasimi? Bu nima balo? G'alati narsalar tushyapti bor-ku. Gap yo'q, xo'p. Blok qo'yishda davom etamiz. Menimcha sizlarga qiziq bo'tdi. Mana mana narsalarni sindirganimdan keyin menga normal narsa tushadi degan umiddaman. Va biza kutgan narsalar tushadimi yo'qmi? Hozir sizlar bilan bilib olamiz. Bu yoqdagi qanaqa joy? U yoqda ham van bloklar bor ekan. Orol bor ekan qanaqadir. U orolga o'tib Lucky Blocklar sindirib, qarochi soqa qilamiz. Men hozir kutayotganim mashina emas, samolyot. Samolyot tushsa zo'r bo'lardi, chunki orollarga bemalol o'tib borib kelib yurardik. Hech qanaqa bloklar ishlatmasdan. Kreslo. Bu kresloga o'tirsa ham bo'ladi eng qizig'i. Endi menga shuncha lut tashlab yuborish kerak. Lucky Blockdan bitta ikkita narsa tushadi, lekin bu yerda prям вообще ko'p narsa tushyapti. Или faqat boylik tushyapti. Mana bunaqa qanaqadir nima deydi? Saru zolotoylar, g'alati narsalar menga yoqmadi lekin. Mayli. Xo'p, men kutayotganim umuman chiqmayapti. Kutamiz, balki chiqib qolar. Mana bunisida chiqar yoki bunisidami? Yo, mana bunda chiqar, lekin nima balo bu? Robotmi? Bunga o'tirsa bo'larmikan? Oppa. Yo! Obunachilar, boshqarsa bo'lar ekan buni. Lekin uchib olmas ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, demak, menda o'sha robot bor, to'g'rimi? Bu robotni men bazamga olib borishim kerak-da. Obunachilar, robotman, tasavvur qilasizlarmi sizlar? Voy, buni uchishini. Yaxshi bo'ldi. Ehtiyot bo'lish kerak. Men hozir prosta bundan tushishim kerak. Robot, sen shu yerda turib tur. Menga hali kerak bo'lasan. Men bitta musorlarni tashlab yuborishim kerak. Ko'rasizlarmi, obunachilar, menga nimalar tushyapti? Onasini ham вообще zo'r narsalar bor-ku. Men kutmadim bunchalik zo'r narsalar tushadi deb, lekin o'sha robot tushdi menga. Lekin men joy qurib olishim kerak. Ungacha robotni ishlata olmayman. Nimaga aytsanglar, bilmayman nimagaligini. Lekin ishlatib bo'lmaydi, chunki robot ucha olmas ekan, uyoqlagan bora olmaydi. Vau, quyosh zo'r botyapti. Endi ketdi, yurishda davom etamiz. Hozir robot chiqqandan keyin boshqa narsalar ham chiqadi deb o'ylagan narsalar menda уже ko'paydi. Balki bundan da yaxshi narsalar chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun ham ajdar. Yo'q, ajdar. Vau, lekin rangi chiroyli ekan. Buni qanaqa o'rgatsa bo'lar ekan? U meni o'ldirmaydimi ish qilib bu? Oppa, buni tashlab yuboramiz. Qaranglar. Bu ajdarni o'rgatishimiz kerak biza. Ustiga meva olsak bo'larmikan? Meni bo'lmas ekan, bunga qanaqadir ovqat berish kerak, lekin men ovqatim yo'q. Nima bersak bo'ladi bunga? Kartoshka yeysan, bratishka. Oppa, musorlar bor ekan, tashlab yuboray. Kartoshka, budish, kartoshka. Potato yeymaysanmi? Kartoshka ham emas ekan. Nima bersak bo'lar ekan bunga? Bu
Buni ursak, meni ham urarmikan? Urar. Voy, bitta urib o'ldirib qo'ydik-ku mana. Robot bilan mazasini qochiramiz ham uni. Tushib ketdi pastga. Men robotimni ehtiyot qilishim kerak. Qani, robot. Oppa, bu yoqqa yur. Mana ko'ryapti. Robot, sen shu yerda tur, ketib qolmang uzoqqa. Biza endi yana yurishda davom etamiz. Bo'ldi, menimcha o'sha bu yoqga yaxshi narsalar ko'p chiqsa kerak, chunki ko'rasizlar, ajdar chiqdi даже. Ajdar chiqdi degani boshqa narsalar ham chiqadi degani. Lekin hozir mashina chiqsa deb pastga tushib ketib qolsa, alam qiladi borku, yomon alam qiladi. Oppa. Mana bizda yana 4 ta lucky bloklar bor. Lucky bloklardan nima tushadi? Buni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Men hozir one block umuman qiziq emas. Lucky blokdan nima tushishiga qiziqyapman. O'ylagan narsalarim tushsa, stol. Stol bizga nima kerak? Umuman kerak emas, to'g'rimi? Вообще kerak emas. Nimalar yog'yapti osmondan? Meteoritlarmi? Robot, biza qochishimiz kerak. Men seni asrashim kerak. Sen robotim tushib ketdi. Voy, obunachilar, robotim pastga tushib ketdi. Mayli. Ustimga meteorit tushmaydi degan umiddaman. Короче, robotimdan ayrilib qoldim, obunachilar. Mayli, xo'p. Nasrayni tushirmaymiz. Shunday zo'r robotim bor edi, lekin pastga tushib ketdi. O'zim itarardim yoki-da nimadir bo'ldi, короче. Lekin yo'qligini bilaman shu. Mazasi qochganini bilaman. Mana yonib ketmasin. Voy, shunga ham uzoqlashib ketamanmi? Endi blokimizni yetsa bo'ldi u yoqqacha. Menda ortiqcha blok ham yo'q deb boshqa. Nima tushib ketaveraman? Asablarim buzilib ketadi, tushib ketsam bor. Yerda qanaqasi u yoqda ana o'sib chiqishi mumkin, bilmayapman, tushunmayapman. Hop, bloklar bor bizada, bu ovqat. Lucky blok. Qani? Yaxshi emas narsa tushdi, bir g'alati narsa tushdi. Asalar nima qotdi? Mayli, xo'p. Ketdi. Bizada adashmasam yana bloklar bor, yetib qoladi degan umiddaman. Yetmay qolsa, bilmadim endi, nimadir qilarmiz. Xo'p. Let's go, ketdi. Videoga like bosib, obuna bo'linglar. Cho'ta menga robotimning ovozi eshitildi. Yoki prosta eshitildi. Qani? Oppa, buni qo'yamiz, bularni qo'yamiz, sanduqni qo'yamiz. Menda mana bu blok bor. Buni maydalaymiz. Mana nima? Nogironlar aravachasimi? Shunaqami? Yo robotmikan bu? Qo'limda turgan ko'rasizlarmi? Oppa, bu yoqqa ham joy ochib qo'yishimiz kerak. Bunday qilib, bu yoqdagi sindirsam, inventarimga musorlar kam tushadi. Hozir buni sindirib bo'lgandan keyin o'zi ko'ramiz menga nima tushdi. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. O'shancha videoni oxirigacha ko'ringlar. Chiqib ketmanglar. Bunasini yapsa. Ana Vardenni anonsi. Voy, cho'milmoqchi edim, vanna bordi. Buni qanaqa qo'yadi? Nima tushib ketaveraman, oyog'im eplolmayapman, bilmayman bor. Obunachilar nimalar bo'lyapti menga o'zim ham tushunmay qolmanman-da. Mayli ketdi. Davay. Men xachabi bitta mashina tushirishim kerak, mashina yo'q-da. Nima unaqa bo'lyapti? Tushunmayapman, короче. Let's go, короче, yuraveramiz. Oppa. Bu yoqda sakrab o'tdimmi men? Bu yoq, sakramadim. Bu yoqdagi lucky block tugatdim men. Mana bunday qilib o'tolsak bo'ladi. Shunda ham tushib ketsam endi bilmadim nima degan nom olaman bu yoqda. Qani bir normalniy narsa tushsa, samolyot, vertolyot. Nima bu? Voy, o'quvchilarni olib yuradigan avtobus-ku. Buni qanaqa olib ketaman endi men? Kutganimdan-da zo'r narsa tushdi. Bunga qanaqa minaman endi? Bunga minsa bo'ladimi? Minsa, qani mana. Buni haydasam bo'larmikan, lekin haydasam tushib ketaman deb. Ana. Shunday zo'r avtobus ketdi. Men shunday zo'r avtobuschi edim. Obunachilar qani avtobus? Mayli. Agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, kommentariyani bang'illatib tashlaylar. Короче, videomiz tugadi.